do'stlar, bugun men sizlar bilan Bekzod Universal TV'da bo'lib, bugun biz Minecraft'da yangi qishloqda yashab qolamiz. Buning uchun biz meridan ruxsat so'rashimiz kerak. Ha, bo'ladi, tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Biz 2200 ta bo'lishimiz kerak bo'ladi. Hali 1000 ta bo'lamiz. Hali juda ham artefakt darajasiga yetsak ajab emas bo'ladi. Balki ajabdir. Bilmadim. Xullas, qanunda boshladik. Orqamdagi qishloqqa sayr davom etadi. Qani ketdik. Nu bo'lib biz birinchi bo'lib merning oldiga kirib ruxsat so'raymiz. Boshqa narsa qilamiz va shu va hokazo. Merjon mer. Salom mer. Ya salom, salom, qalaysan? Nima, shu qayerga keldingmi deyman? Shunaqa desam bo'ladi. Agar siz qabul qilsangiz yangi keldim. Albatta men seni qabul qilaman, lekin bir shartim bor. Shartni ochmayapman. Xo'p, shahzoda. Lekin bir shartim bor. Nima ekan? Sen bu yerda itday ishlaysan. Oyligiga soatiga 3 emerald. Uyni qayerdaligini Albatta, koordinatalarni quloqqa aytaman. Boshqalar bilib qolishmasin, yana boshqa ishga aytma. Xo'p. Aha. Yaxshi. Bo'lsa ko'p qolishmasin deydi ya. Axir men sizlarning ichki kishi buni ko'rasizlar. Xo'p. Demak, shu mening uyim. Nu normalniy, o tepaga ham nimadir bo'lsa kerak. Mayli, tepani keyin ko'rib chiqamiz. Normalniy. Shoshmanglar. Bola, men o'zi nima ko'rdim? Men adashmanman. Bu qanday bo'ldi? Avval yo'q edi, hozir paydo bo'lib qoldi. Chiqayotgan paytim videoni bo'la qaytadan ko'ringlar-da. Men juda zo'r ferma ekan. Shunday mukammal fermani yana qayerda ko'rishingiz mumkin? Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, demak, biz boshladik. Xo'p. Nu endi bo'lib, Xo'p, endi biz redischalarga o'tamiz. Bo'la, meni eng yaxshi ko'rgan sabzavotim bu kartoshka bo'la. Albatta, real hayotda esa bu nima? Real hayotda bu piyoz bo'la. Nu, men rostdan aytyapman, piyozni men yaxshi ko'raman. Ko'pchilik yomon ko'rsa ham men yaxshi ko'raman bo'la. Piyoz foydali. Agar haqiqiy real hayotda ikkinchi o'rinda kartoshka, Minecraftda piyoz bo'lmagani uchun bu o'rinni kartoshka egalladi birinchi o'rinni. Xo'p, ikkinchi o'rin Minecraft, ikkinchi o'rin bu sabzi. Real hayotda sabzi uchinchi o'rinda. Nima qilib qo'ydim? Nega tushdim men o'zi bo'lib? Bilmaysan? Hop, biz mana shunday ekishni va ishni davom etamiz. Keyin bir sandiqni ochib ko'rish kerak. Nimalar bor ekan? Uncha yaxshi ko'rmadim bo'la, bir o'tgandim, bir kirkaga tegishdi xolos. Mana hech nimani ko'rmadim. Kirkadan tashqari. Vaqt shunday o'tgandim, birdan mana shu paydo bo'lib qoldi bo'la. Videoni qaytarib ko'ringlar, o'zim ham bir ko'rib olaman videoda. Normal, lekin zo'r chiqibdi-yu, lekin bunday mukammal emas. Zo'r mukammal ferma ekan. Endi men bu fermaga qarayman. Yana futbol zombi. Xo'p, biz buni merga to'xtaylar, buni qayerga tashlaylik? Urug'larni. Bu men bu lavaga tashlaversam, mer hech nima demasa kerak. Normalniy. Qani endi biz merning oldiga jo'naymiz. Assalomu alaykum. Nima, sen qit'i jinniroqmisan? Nimaga? Salgina oldin salom berdim-ku, yetmasmidi?
qo'shiqchi bo'lib keting a. Xo'p, men uning poliz ekanlar nimalarini olib keldim-da, xullas ana bu narsalarimni olib keldim. Xo'p, men shu sandiqqa qo'yyapman. Yaxshi, oldin savolimga javob ber. Qanaqa savol? Yaxshilab menga qara. Urma dedim, qara dedim. Yaxshi. Qarayapsanmi? Ha, qarayapman. Unda menga aytchi, qaysi sabzavotni yaxshi ko'rasan? Kartoshkani. Unda senga kartoshka ol, senga. Rahmat janob ber, lekin nega bunday deyapsiz? Axir men mo'b o'ldirib ham yashab keta olaman-ku. Yarang, bu yerda mo'b o'ldirishi taqiqlangan. Nimadir bilan yashashi kerak-ku, to'g'rimi? Ha, bo'ldi, tushundim. Yaxshi. Odil janob mer ekansiz. Unda men kartoshkani bularni qo'yaman va kartoshkani o'zimga olib qolaman. Bo'ladimi janob mer? Bo'ladi. Normalniy yo'qol. Yo'qol deyishingiz shart emas. Desamchi, Bilmadim. Xo'p. Bo'lar. Endi biz o'zimizga yangi qishloq, joy va boshqa narsalar topdik bo'lar. Men bundan juda xursandman. Bo'lar, shunga mehnatimga like bosib obuna bo'lib qo'yish kerak. To'g'rimi bo'lar? Sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan shugina xolos-ku. Menga esa bu katta kun. Men qanchalik quvonchlarda va menga yana juda ko'p videolar olishimga imkon beradi bo'lar. Shuning uchun sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hali buni bo'lar juda zo'r video bo'ladi. Hali bu uyimizda qaranglar eskiri o'tibdi. Buni hali kuchaytiramiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Hali balki kim biladi, shahardan yoki boshqa joydan mehmonlar kerak. Ha, shu mavzuda ham g'oyalarim bor bo'lar. Chunki mening singlim Shabnam bor. Bu g'oyalarni qilishga albatta uni keyingi qismlarda qo'shaman. Ya'ni u ham qatnashadi shu bizning serialimizda. Undan oldin esa xayr va salomat bo'ling.